Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Pul anasını yığılıtıp durup, 18 algan Asım, yeni telefonda ündidarını açıpla çemberekke bunun sözünü yolladı. Güller üzsem bağı çimende, en esili anamның bolsun. Dostudan 2 günde qaytırıp bermen dep va'da qilib elib, 1000 yuan pulni hozirgacha qaytarmagan turg'un chambarakka mundaq deb chiqardi. Erkak va'da qilmaydi. Erkak so'zi va'da. Do'stliqing pul uchun bo'lsa, bo'ldi, mendan murat. Baya yaqin bir do'stini qo'yib olgan foydasiga boshqa do'stlari bilan so'rin tuzib o'tirgan Samat hayajonda chambarakka mundaq deb yezib chiqardi. Do'stlaring bo'lsin, nab tugigicha emas, nafas tugigicha. Seni hayotim bilan asrayman degan ayolining ko'nglini nohaq og'ritib, uning yuragini laxti qilib, qon yig'latish badaliga boshqalarning ko'nglini xush qilgan olim hayajonda chambarakiga mundaq chiqardi. Erkakdek yashab, oilamizga mas'ul bo'laylik. Bayla tamoq yegach do'stiga suvdagi raqobatchisini boplab, bosh ko'tarolmas qilib atganligini maqtinib so'zlagan Odil chambarakiga shundoq yozdi. Haq ustida turolmasangmi, nohaq ustida chavoq chalma. Muhtojlikning, yolg'izlikning dardini tortib bir miskinni chetga qiqib, orasiga olmay, xushal qaytgan bu do'st uyiga beribla, biz muhabbat elchilari, do'stligimiz mangu yashnasin degan so'z bilan o'qchi tushgan suratni chambarakka chiqardi. Dunyo, ay dunyo, qara odamlaringga nima degan kulkili.